Manba videoni bitta ko'ring, yurak-yuragingizgacha yetib boradi. Oyimni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan. Shuning uchun uyini sotishga majburman. Uyini sotsang birinchi qo'shningga ayt degan gap bor. Bo'ldi qo'shni. O'zimiz olamiz. Voy, uyni biz tashlab ikki qavatli quramiz a? Ha, xudo xohlasa. Abdullajon qancha so'rayapsan? Bugun maklerlik kelib baholab ketishdi. 80 mingga ketadi deyishdi. Lekin hozir operatsiyaga o'tishim juda ham zarur. Qo'shni, 30 ming bo'lsa hozir sanayman, dada. O'zimiz olamiz. Qani boy? Puling bormi? 30 ming olib chiqchi. Hozir, yur onasi. Mana qo'shni, xohlasangiz sanab oling. Lekin ertaga albatta Natasha bo'lishimiz kerak. Abdulla, pulni ol. Oling. Topganingda berarsan. Iye? Dada? Bermasang ham mayli. Dada? Vaqt ketkazma. Tur o'g'lim. Tur. Bor, onangni davola. Dada bu nima deganingiz? O'chir ovozingni. Tur Abdulla. Yaxshi, babo kerak. Bizi qarshi so'ramagan odam qolmagandi. Dada bekor qildingiz shu ishni. Biz unga qarz beradigan qarindoshimizmi? Yo akasimanmi, yo ukasimanmi? Shartta uyini sotib olish kerak edi, bo'ldi. Qo'shnilaringiz sizcha mehribon bo'lib ketasiz-da, dada. O'chir ovozingni. Boyvachcha, onang olamdan o'tganda birinchi bo'lib bel bog'lab yonimda turgan yigit shu edi. Xotiningni dardi tutganda san safarda eding. Bolang kasal bo'lganda kasalxonaga mana shu qo'shni olib bordi. Ha kelin, sizga bu kichkinalik qilib qoldimi? Kammi? Sig'mayaptimi? Birovning kulfatida manfaat topmoqchimisan? Jon qo'shning o'lim bilan olishib yotdi. Biror marta bir kosa ovqat olib chiqdilaringmi? Hol so'rab chiqdingmi? Eskilar bekorga aytmagan. Qo'shning yaxshi bo'lsa, uni menga sot deyishdi. Nima? Otni o'limi, itni bayramimi? Men senga shunaqa tarbiya berganman. Ahmoq!